Aka, ovoz yana chiqyapti o'rmonda. Nimadir qo'rqinchli ovozlarda. Qo'rqma Elli. Bu shamol. O'rmon qorong'i, lekin xavfsiz. Men bu joylarni yaxshi bilaman. Kecha ham o'sha joyda nimadir siljidi. U odam. Mayli Elli. Ertaga shaharga yo'l olamiz. U odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, oldingda men borman. O'zim seni himoya qilaman. Sizni yaxshi ko'raman, aka. Elli. Nima edi bu? Elli? Qayerga ketyapsan? Elli, shoshma. Elli, shoshma. Elli! To'xta! Yo'q. U o'lmagan. Bo'lishi mumkin emas. U o'lmagan. Viktor Hale. Ukollaringizni olish vaqti keldi. Bugun men bu yerda yangiman, yangi smenda. Ko'rib turibmanki, xonani cher tovushingda. Hammasi joyidami, Viktor? O'zingni bos, Viktor. Unga teginma. Yo'q. Viktor, nimalar qilib qo'yding? Sen jinnimisan? Xo'sh, qanday ekan bu joylar senga? Ha, to'g'risi bilmadim. Zerikarliga o'xshayapti. O'zim bu yerda ancha yillar oldin yashaganman. To'g'ri, bu yer men uyim emas, ozgincha yashab tursak bo'ladi. Hali maktabga borasan, maktabdagi bolalar bilan tanishasan, do'stlar orttirasan, hali o'rganib ketasan bu yangi joylarga. Ha, umid qilaman, dada. O'zi bu shaharda nima dedingiz nomini? Bu shahar Greenfield. Yoshligimda yashaganman bu yerda. Keyinchalik endi markazga shaharga o'tib ketdim. O'zi bu yer ukamning uyi edi. Endi hozircha biz yashab turamiz. Dada, ukangizni o'zi qayerda? Ukam ancha yillar oldin halok bo'lgan. Kechirasiz, dada. Men buni bilmagandim. Hech qisi yo'q. Katta bo'lyapsan. Ko'p narsa haqida bilishing kerak. Endi esa uyga kira qolaylik. Ha. Nima bo'ldi o'g'lim? Kayfiyating to'satdan tushib ketdi? Ha, yo'q, dada. O'ylab qoldim-da. Bizga yaqin bo'lgan insonlar ko'pinchasi bizni tez tark etishdi. Oyim, ukangiz, ukam va o'shanda siz va onam bilan bo'lgan voqea. Kichkinaligimda men sizni o'lgansiz deb o'ylagandim, dada. Qo'y o'g'lim, bu voqealarni eslamaylik. Tushuntirib berish juda qiyin. Biz ana bu yerda ancha ko'p ish kutib turibdi-yu.
asablanib ketar ekanman deb bugun. Ha, boshqa nimalar deb men- budirlab o'tiribsan boydan beri? Bu ishingni tezlashtirchi. Rostdan ham ko'p ekan narsalar bu yerda. Ha, boydan beri nimalar deyapman? Qaytga? Pastga oshxonani yig'ib turaman. Xo'p, mayli unda men sizlarga o'zim haqimda qisqacha gapirib beraman. Meni ko'pinchangiz bilsangiz kerak. Meni boshimdan ancha qiyinchiliklar o'tdi. Yoshligimda, kichkinaligimda ukam o'ldi. Onam o'ldi va otam ham o'lgan-diyu, lekin shunaqa vaziyatlar. Men o'zi qotillarga qiziqaman, ya'ni qotillarning ishini olib yuraman. Как бы detektiv desa ham bo'ladi. Nimaga? Hozir aytib beraman. Birinchi men Jason ismli qonxo'r qotil bilan yuzma-yuz duch kelganman. U juda ham tasvirlab bera olmayman. Qarasam yana bir noma'lum qotil bor ekan. Uni kimligini bilmas edim. Va bir qarasam u meni do'stimning akasi bo'lib chiqdi. Qaysi do'sting deb so'rasangiz, meni eng yaqin do'stim. U Jason tomonidan o'ldirilgan. Jason o'lgandan keyin men Brianni undan xabar olish uchun rosa qabrga bordim. Shu desangiz, shu meni boshimdan ancha qiyinchiliklar o'tgan. Hozir esa men dadam bilan birga yashab kelaman. Dadam ham o'lgan deb o'ylardim. Va dadam qaytib kelgan tarixi juda uzun. Aytib bera olmayman.